Traderlar tilida sell pozitsiyasini hozirgina ochdim. Sizlar bilan birgalikda e'tibor beramiz. Hozir nima sababdan bu yerdan sell ochganimizni sizlar bilan ko'rib chiqamiz va aytib chiqaman video davomida va sizlarga zo'r yangiligim bor. Videoni oxirigacha ko'ringlar. İşlerim sara, karın aç bosam satmadı gurur belen. Kedin arkası kette kak budda eser. Pul tapışını yaxşı görüş kan baba bir telen. Midelese yak mide oynaydı esep. Hop, bu yerda nima sababdan sell ochdim? Birinchidan imbalans zonasi, ikkinchidan katta krupning ob'yom kirgani hisobida va ob'yomni ko'ryapsizlar qancha bizda impuls bilan hozirda o'ynab bermoqda. Va albatta time frame'larga ham e'tibor beramiz, sessiyalarga ham e'tibor beramiz. Buni qaranglar. Sizlar Maribaza strategiyalarini bilsalaringiz 50% dan reaksiya olib ATR bo'yicha 80% ni yurib bergandan keyin bozor откат olish aynan imbalansdan bo'lib qoldi. Hozir bizda ikkita zelkani kakras mana shu qizil zonamizga kelsa yo'poramiz deb turibman. Xudo xolasa mana shu zelkamizni yana bittasini yopamiz. Qolgani bezubitga albatta. Eslaringizda bo'lsa, bundan oldingi minusimizni 2 barobar qoplab oldim. Ya'ni bundan oldingi videoni e'tibor beramiz. Bu strategiyani, bu signalni biz YouTube kanaliga berganmiz. Bu strategiyani o'rgansalaringiz bo'ladi. Biz darslik qilib Pavilion klubga tashlaganmiz. Tekinga qo'shilsalaringiz bo'ladi. Telegramdan yozinglar.